Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni kuzatib borgan do'stlarimiz. Bugun biz sizlarga xudo xolasa hozirgina kelgan svejiy tovarlarimiz, rastamoshalari 100% imekadan to'lovlar qilib o'tgan flagman modellarimizni inshaalloh birma-bir narxlarni tanishamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Inshaalloh bugun juda ham qiziqarli video qilamiz hamda internet smartfonlari borini aytib sizlarga video qilib beramiz. Qanaqa murojaat, qanaqa savollar bo'lsa, pastdagi tevadagi pastdagi nomerlarimizga bemalol murojaat qilasizlar. Har bitta zakaz bergan smartfon O'zbekiston bo'ylab mutlaq bepul tezkor bitta pochta orqali yetkazib beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Qoq markazida joylashgan Ansor majmuasini kirganlarida chap qo'ldagi birinchi telefon magazin. To'lovlar oldindan 200 ming, qolgani qo'llaringga borgandan keyin. Qo'limda juda ham bahaybat bo'lgan Samsung S21 Plus 5G smartfonlarimiz. 4800 mAh akkumulyator, 8 ga 256. O'zlaringizga qanaqa rangi yoqsa, xuddi shunaqasini zakaz beringlar. Smartfonlar ideal holatda, uning ustiga hali hech kim sim karta qo'yib ishlatmagan Samsung S21 Plus 5G smartfonlarimiz holatlari juda ham a'lo darajada. Narxini esa 275 dollardan qilib beramiz. Inshaalloh hamma rangidan ideal holatdalari bizda katta assortimentda mavjud. O'zimga eng yoqqan Samsung S21 5G smartfonimizni oq rangidan holatlari juda ham tiniq holatga kirib keldi. 8 operativga 256 xotirali 4000 mAh akkumulyatordan jihozlangan 120 Hz ekran Exynos 2100 prosessorga ega bo'lgan Samsung S21 5G smartfonlarimiz 3 xil ranglisini bizdan 235 dollardan A- ideal holatdagini, agar ichida B+ holatdagi bo'lsa 220 dollardan bemalol murojaat qilib xarid qilishlari mumkin. Xo'p. Keyingi smartfonimiz anchadan beri bunaqa kolleksiyada kelmagan Snapdragon 865 prosessorga ega 12 ga 256 talik Samsung S20 Plus 5G smartfonlarimizni operativkalari 12, xotiralari 256, batareykalari esa 4500 mAh akkumulyatordan jihozlangan. Holatini ko'ringlar. Juda ham a'lo darajada. Bu smartfonlarni sirazi videoda ko'rayotgan bo'lsangiz zakaz qilishni boshlaydi, chunki bunaqa noyob, bunaqa ideal holatdagi smartfonlar bundan bu yoqqa kelishi juda ham qiyin masala, chunki bu smartfonlarni уже 25 ham chiqib qo'ygan. Bu ajoyib noyob svetlardan sizlarga albatta hurmatli obunachilar. Xo'p, bu smartfonlarimiz sizlarga narxini 250 dollardan ideal holatdagi Samsung S20 Plus 5G smartfonimizni 100% imekalari o'tgan holatdagilarni taklif qilamiz. Qo'limda A82 ning narxiga, lekin A82dan juda ham kuchli smartfon Samsung S20 FE smartfonimiz 6 operativga 128 xotira, hatto salafanlari olinmagan 4500 mAh akkumulyatordan jihozlangan Samsung S20 FE smartfonimiz hurmatli obunachilar. Eng tinig'ini 185 dollardan, agar ekranda sarpal pechati bo'ladigan bo'lsa 150-155 dollardan taklif qilamiz. Telegramdan yozinglar, telefonni yoqib, hamma joylarni sizlarga video qilib beramiz. Shunaqangi ideal holatdagi smartfonlar inshaalloh bemalol zakaz bersa, narxi 155 dan 185 dollargacha tashkil qiladi. Inshaalloh o'zlaringizga yoqqan rangidan, o'zlaringizga mos bo'lgan smartfonlarni taklif qila olasizlar. To'ralar tomonida salafanlar olinmagan yangidek holatdagi M33 5G smartfonlarimiz eng hadovoy bo'lib turgan green rangi hamda o'zimga eng ko'p yoqadigan doim shunaqangi smartfon yangidek turadi. To'ralar tomonida salafani olinmagan M33 5G da oq ranglisi. Xo'p, bu smartfonlar xotiralari 128, operativkalari 6, batareykalari esa 5000 mAh akkumulyatordan jihozlangan. Albatta M33 5G da ham qo'llab-quvvatlaydi. Salafan holatda hurmatli obunachilar, nechta salang shunaqangi ideal holatdagilar sizlarga muntazir zakaz beringlar. Narxi esa 121 dollarga. Inshaalloh bunaqa narxlarda topishlaring juda ham qiyin masala. Xo'p, keyingi smartfonimiz o'zi ixchamligiga qaramay, kontaktligiga qaramay, operativkalari 12 bo'lgan, xotirasi esa 128 xotirali Snapdragon 865 prosessorga ega bo'lgan. Akkumulyatorlari 4000 mAh akkumulyator bilan jihozlangan Samsung S20 5G smartfonimizni xohlagan ranglaringdan shunaqangi ideal, yoqimli ranglarni taklif qilaman. Inshaalloh bu smartfonlar narxini bizdan esa 225 dollardan xarid qilishlari mumkin. Katta assortimentda inshaalloh zakaz bera olasizlar. Bu smartfonlar birortasi hali sim karta qo'yib O'zbekistonda ishlatilmagan, lekin imekalari 100% ofitsialni o'tgan. Bizni kuzatishga davom etinglar. Har doim sizlarga borini aytib video qilishga davom etamiz. Bundan keyingi inshaalloh videolarimiz faqat 23 Ultra, 24 hamda 21 Ultralarda keyin assortimentini inshaalloh o'zim sizlarga birma-bir arzon qilaman. Xo'p, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.